Do you know Uzbekistan? Yes, sir. Not Pakistan, but Uzbekistan. O'sha zambarakdan o'q otiladi. Bam. Garri Potterning birinchi kitobini yozishdi o'sha joyda boshlagan ekan. Shotlandiyada bu ularda o'sha yubka kiyib yuradigan erkaklar. Bu degani sevgi degani emas. Yuragini, jigarini, o'pkasini, oshqozonini mayda to'g'rashadi-da. Hop, ana qabristonni ko'rishlaringiz mumkin. Ular BMW ni qanday aytilishini haqiqiy mana nemis o'rtog'im sizlarga aytib beradi. Eng mashhur Harry Potter shoplaridan biri, magazinlaridan biri. Kelish kerak, ko'rish kerak guys. Must visit place. Once in a lifetime. Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Do'stlar, bugun Shotlandiyaga sayohat qilamiz. Shotlandiyaning poytaxti bo'lgan Edinburg shahriga boramiz. Bizda hozir soati 6:56 ni ko'rsatyapti. Hozir Angliyani Durham shahridamiz. Hozir sentrga qarab ketyapman. Borib to'laqonli o'sha Shotlandiyani, Edinburg shahrini bir kun davomida aylanib ko'rsatib berishga harakat qilaman. O'zim bilgan ma'lumotlar bilan ulashishga harakat qilaman. Oldin aytib qo'yay, mikrofonim Italiyada qolib ketgan, o'shaning uchun mikrofonsiz bu videoni olishga majburmiz. O'shanga ovozda sal muammo bo'lishi mumkin. Oldindan ogohlantirib qo'yay. Xudo xohlasa, qiziq bo'ladigan bo'lsa, like, komment, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Chunki o'zbek tilida Shotlandiyaga bo'lgan sayohatlar juda ham kam YouTube'da. Meni fikrim bo'yicha, menimcha bo'lmasa ham kerak. Va biz birinchilardan bo'lamiz, xudo xolasa. So here's the bus. Avtobusimiz keldi. Let's go. Next week we are gonna get this try from Bayern. Oh. Hello. Yes, I am. Why at the end? I don't know. Is this guy knows Uzbekistan? Oh my god. Now is he? Your time has come. Yeah, you are the main hero on my vlog today. Because you know Uzbekistan, bro. We love the sea route and Samarkand, You know the Samarkand. historical city. Let's go. Let's go, thank you. Yeah, people. Hello! Oh, I like it, bro. I like it. Oh my god. My birthday. So, do'stlar, biz ispancha o'rganyapmiz. We are learning Spanish. Yo como Yo como pizza. Yo como pizza. Yeah. Yo como pizza. Ispanchani o'rganishyapman. Here we go. Hello. Do'stimiz Ispaniyadan. So, yo como galleta. Yo como, what's it? Galleta. 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 Gallet. Ga. Ga. Ye. Ge. Ta. Galleta. Yeah. Yo como galleta. Yo como galleta. Estoy comiendo una galleta. Okay. Edinburgga borgancha o'zi ispanchani C1 darajada gapiraman. That's why it was really recent that I have been in Sweden. Yeah. So just talking about it, I was supporting like Scotland independence. Which in fact was so convinced about it because when I was in Scotland, I want to go there. Look at the white horses galloping along the waves there on your right. That's a Scottish rough sea there. It's not your queen. Yeah. You're not anymore like Scottish. Okay, but we're talking about it. Until there was a half.
Xo'p, do'stlar, biz yetib keldik Edinburgga. Good. Yoqyapti, yaxshi. Endi Polni bugun aylanib chiqamiz. Hamma qayerga borganimizni, nimalar borligini ko'rsatib, aytib berishga harakat qilaman. Hozir biz Shotlandiyaning Milliy muzeyi, National Museum of Scotlandga keldik. Eng qizig'i, muzey tekin ekan. Hech qanaqangi pul to'lash shart emas. Turistlarga ham, studentlarga ham mutlaqo bepul, bemalol kirib aylanib chiqsalaringiz bo'ladi. Juda ham chiroyli joy, menga yoqdi. O'zi Edinburg haqida hozir ma'lumot bersam, Edinburg Shotlandiyaning poytaxti hisoblanadi. Bu yerda juda Yevropaning, nafaqat Yevropa, balki o'sha Angliyaning ham eng qadimiy shaharlardan biri. Bu yerdagi juda ham ko'plab binolar UNESCOning o'sha merosiga kiritilgan. Bu yerda asosan ikkita shahar bor, New City and Old City deydi, lekin New Cityning o'zi ham 18-asrdagi binolar. Va Old Cityda bu yer hozir borib, bu yerda ham ko'ramiz. Ko'pchilik binolar hammasi 300-400 yillik tarixga ega binolar. Insane. Aslida avval bu yerda uylar yog'ochdan qurilgan Edinburg shahrida. Lekin keyinchalik bitta uyda yong'in chiqishi butun boshli mahalla, butun boshli kvartalda yonib ketishiga sababchi bo'lgan. Shundan keyin o'sha toshdan qurilish boshlangan uylar, hozir ko'chalarni ko'rsataman, hamma uylar toshdan qurilgan. Lekin toshlar hozir qora rangga kirib qolgan, chunki ob-havo sababli mana shu hozirgi kunga kelib qora rang, qanaqadir xira rang bo'lib qolgan, lekin avval ular hammasi oq chiroyli toshlar bo'lgan. Endi bu yoqqa go vibe davom etamiz. Edinburgh. Amazing. Yomg'ir sal yog'ib turibdi, lekin havo dahshat do'stlar, mazza. Kelish kerak, ko'rish kerak faqat. Xullas do'stlar, men o'ylardim, Harry Potter kitobining yozilish joyi mana shu joyda deb o'ylardim-da, lekin hozir bizga aytishdi, aslida mana bu yerda Chinese restoran bor ekan. Avval boshqa kafe bo'lgan ekan. Mana shu yerda yozilish boshlangan ekan. Bu yerda emas. Ya'ni mana hozir endi boshqa narsa bo'lib ketgan. Aynan o'sha Rowling, J.K. Rowling Harry Potterning birinchi kitobini yozishdi, o'sha joyda boshlagan ekan. Ya'ni Harry Potter mana shu Edinburg shahrida tug'ilgan. Juda ham ajoyib. Okay do'stlar, bu tunnel o'sha Harry Potter 5-qismida Dementorlar Harry Potterga va uni ukasimi, akasimi bo'ladi, o'shanga hujum qilgan joy ekan. O'sha joy emas, o'sha mana shu tunneldan o'tib o'sha J.K. Rowling, ya'ni kitobning avtori mana shu joyda shunga mana shu joydan asoslangan holda o'sha tunnelni tasvirlagan ekan. Ya'ni Dementorlar hujum qiladigan joyda. Plus shunaqa gaplar. Bu Edinburgdagi eng mashhur haykallardan biri Bobbi haykali. Bu kuchuk nimasi bilan mashhur? Bu egasini o'lgandan keyin qabrini 14 yil davomida qo'riqlab o'tirgan ekan. Oxirgi hayotigacha, o'shaning uchun bu sadoqat ramzi ekan. Shuning uchun hamma kelib buni o'sha burnidan ushlab ketar ekan Edinburgga kelganda. Juda ham chiroyli do'stlar, yomg'ir yog'ib turibdi, havo sovuq. Lekin shunda ham shaharchi juda ham chiroyli. Kelishga arziydi. Bu yerda eng mashhur Harry Potter shoplardan biri, magazinlardan biri. Ana shu sariq, sabzi rang bino ekan.
kelsalaringiz, shu yerga kirsalaringiz bo'ladi. Suvenirlarni, Harry Potter suvenirlarini hammasini topsalaringiz bo'ladi o'sha joydan. This is where part of Avengers Infinity War was filmed. Xullas bu yurakcha toshdan yurak qilingan, ko'rib turibsiz. Bu nimaga qilingan? Sababi bu yerda qadimda o'sha jazolanganlarni mana shu yerda osgan ekan, bu yerda qamoqxona bo'lgan, odamlar o'sha osib kallasini ilib qo'ygan ekan shu joyga. Mana shu joy shu bilan esda qolgan eng yomon joylardan biri ekan. Mahalliy aholi bu yerda umuman yomon ko'rishar ekan mana shu joyni. Odamlar kelib bu yerga tupurib kelishar ekan. Hozir ham biz bilan kelgan bitta bola tupurdi shu yerga. Befarosat. Buni bilmagan turistlar esa qaraydi, shunday chiroyli manzara, yerda yurakcha turibdi. Bu yurakni ko'rib odamlar shu yerga kelib sevgi izhor qilayotganlar va umuman o'sha marry me, menga turmushga chiqsam deb tizza bilan o'tirishadi-yu, o'shana qilib даже shunaqangi qilganlar ham bor ekan turistlar orasida. Juda ham ko'p ekan aniqrog'i. Siz bu xatoni qilmang. Ya'ni agar yerda yurakcha turgan bo'lsa, bu degani sevgi degani emas, bu degani sevgi izhor qiladigan joy degani emas. Birinchi uni tarixini yaxshilab o'rganing. Biz yo'lda davom etamiz. Shotlandiyada bu ularda o'sha yubka kiyib yuradigan erkaklar, aslida bu yubka emas, bu ularda milliy kiyimi, kilt deb nomlanadi. Shunaqa yubkaga o'xshagan narsa. Bu o'sha qadimgi ko'chalarni eslatadigan yo'lakchasi ekan. Avval shunaqangi yo'llar tor uylarning orasidan o'tgan ekan. Shuni hozir biz ham o'tyapmiz. Oh, sorry. Judayam chiroyli do'stlar, judayam chiroyli. Bir nechta foydali ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Agarda Shotlandiyaga Edinburgga kelmoqchi bo'lsalaringiz, avgust oyida kelishni maslahat bermayman. Sababi avgust oyida bu yerda xalqaro festival bo'ladi. Festivalda butun dunyodan san'at vakillari, artistlar, qo'shiqchilar, komedianlar kelishadi-da, butun shahar bo'ylab o'zlarini chiqishlarini qilishadi. Bu juda ham populyar bo'lgani uchun hamma mehmonxona va hostellar oldindan 3 oy oldindan bron qilib qo'yiladi. O'shanga juda ham qimmat bo'ladi. Hatto bu yerdagi lokallar, o'sha bu yerda yashaydiganlar aynan o'sha avgust oyida uylarini arendaga berib, pulni qilib, o'zlari boshqa joyga ketib borishadi. Prosta o'sha uyini arendaga berish uchun. Agar kelmoqchi bo'lsalaringiz avgust oyida o'shanga tayyorgarlik ko'rib kelinglar. Sizga maslahat. Greece? Greece, yeah. It's a Greek knockoff. That's because in the 1800s we all these rich people who were changing the world, very, very rich and wealthy and all that jazz. One of them went... Do'stlar, to'g'rida turgan bu o'sha Edinburgh Castle. Bu aynan tarixini aytib beray sizlarga, o'zim bilganimcha. Bu juda
judayam qadimda vulqon bo'lgan bu yerda, vulqon otilgan va mana shu tepalik hosil bo'lgan ekan. Shu tepalik hosil bo'lgandan keyin, muzlik davridan keyin bu o'sha shunday tog' bo'lib qolgan ekan. Va keyinchalik odamlar mana shu yerga qal'a sifatida foydalanishni boshlashgan ekan va hozir kelib o'sha Edinburg qasri mana shu bo'ladi. Va bu yerda har kuni, yakshanba kundan tashqari soat 1:00 da 13:00 da o'sha zambarakdan o'q otiladi. Bam. Bu maqsadi qadimda o'sha savdo kemalariga soat necha bo'lganini bildirish uchun shunaqa qilingan ekan. Endi shu odat bo'lgani uchun hozir ham shu narsani davom ettirishar ekan. Faqatgina yakshanba kuni bu narsa bo'lmaydi. Hozir bizda soat 12:50 bo'ldi. 10 minutdan keyin otiladi. Agar ulgursam, videoga olsam, ko'rsam ham. Qiziqarli ma'lumot sifatida aytib o'tishim mumkin. Golf menimcha hamma biladi, o'sha boylar o'ynaydigan sport turi deb ko'pchilik aytishadi. Aynan golf Shotlandiyada paydo bo'lgan. O'sha golf sport turi shu yerda paydo bo'lgan. Ularda milliy sport turi hisoblanadi. Yana bir qiziqarli fakt, yakkashoh bularda ramziy, o'sha ramzi yakkashoh hisoblanadi. Misol, Amerikani ramzi burgut bo'lsa yoki yana boshqa davlatlardagi Rossiyaniki ayiq bo'lsa, bu yerdagi o'sha aynan yakkashoh hisoblanadi. U yakkashohlarni mana bu eski binolarda, tomlarida, mana shu tepalarida o'sha ramzni ko'rsalaringiz bo'ladi. Asosan shular bo'ldi, menimcha boshqa aytadigan gap yo'q. Yana chiqman, keyin hozir biz haggis yeyishga boramiz. Haggis bu ularning milliy ovqati. Borgandan keyin u haqida ham aytib beraman. Ko'pchilik Edinburgda vaqt to'xtab qolgan joy, umuman o'zi Shotlandiyani vaqt to'xtab qolgan joy deb aytishadi. Sababini oddiy qilib tushuntiraman. Mana ko'rishingiz mumkin, shaharga qarasangiz tepalikda mana hamma joy qasrlar. Birorta yangi bino ko'rmaysiz. Qasr hamma joy. Aynan mana shu sababga ko'ra bu yerda o'sha ham qasrlar mamlakati deydi yoki vaqt to'xtab qolgan joy deydi. Chunki hamma joyda o'sha bir tarix, bir qanaqadir qal'a, qasr ko'rasiz. Shuning uchun ham odamlar mana shu narsani ko'rish uchun kelishadi. Juda ham chiroyli, lekin do'stlar, kelish kerak, buni his qilib ko'rish kerak. Chunki o'sha qirol Artur, mana bu tepalik qirol Artur deydi-ku, o'sha ritsarlari bilan birga o'tiradigan stol atrofida o'tirishadi, nimaloq stol atrofida Camelot deyshadi. O'sha joy mana shu yer degan afsonalar ham bor. Bu yer rostdan afsonalarga, tarixga boy joy. Mana bu joyda aytishdi bizaga, bu aynan Gretsiyada ilhomlanib olingan ekan. Qaysidir Shotlandiyani qirolimi borib Gretsiyada ilhomlanib, bizada ham shunaqa bo'lish kerak deb mana shu stilda olib kelgan ekan va shuni qurishdi. Boshlagan ekan, lekin oxirigacha qurishga pul yetmay qolibdi. Keyin shu bilan to'xtab qolibdi. Do'stlar, xullas hozir o'sha mana bunaqangi nima deydi, zambarakdan qasrda otiladi. Hozir o'shani kutyapmiz, otilishi bilan ko'ra olmaymiz bu yerda, lekin ovozni eshitishimiz mumkin. That's it? Wow! Men o'ylaganim balandroq chiqadi deb, lekin просто pup и все. Balki oldida bo'lganingizda balandroq eshitilardi. Sizga eshitildimi yo'qmi bilmayman. Xullas, mana shunday zambarakdan otildi mana shu yerda, qasrda. Do'stlar, BMW ni qanday aytilishini haqiqiy mana nemis o'rtog'im sizlarga aytib beradi. Qanday pronounce qilish kerakligini. You can tell, bro. Bayerische Motorenwerk. Eshitlaringiz mana shunaqangi original variant shunaqa eshitiladi. Haqiqiy nemisdan eshitilaringiz mana. Mana qabristonni ko'rishlaringiz mumkin. O'sha Bobby kuchukchasini, egasini qabrini topishga keldik. Manzara lekin yaxshi zo'r. Bu yerda har xil millatdan o'rtoqlarimiz. Ispaniya, Fransiya, Avstriya, Armeniya, hamma joydan bor. $1 million ko'rganmisiz? Bu taxminan dollarda $1,5 million bo'ladi. Pekinga kirib ko'rishingiz mumkin deyapti. Mana shu muzeyga kirsangiz deyapti. Qaysidir muzey, mana shulardan bittasi, o'shanga kirib ko'rsangiz bo'lar ekan. Yarim soat, 1 soat atrofida kafe qidirganimizdan keyin va nihoyat mana shu joyni topdik. O'rnashib oldik. Kafelar to'la. Kafe ham deb bo'lmaydi. Pub deydi bo'ladi. Thank you so much.
chet elda o'qishni plyusini aytayman. Mana men hozir o'tiribman o'rtoqlarimiz bilan. Bu yoqdan. Bittasi Ispaniyadan, bittasi Germaniyadan, bittasi yana Fransiyadan. Hammasi o'zining tilida gaplashaveradi. Biz ham o'sha tilini qiziqamiz, o'rganamiz. Bu fransuzcha nima bo'ladi, bu ispancha nima bo'ladi yoki bu nemischa nima bo'ladi? So'raymiz bir-birimizdan. U mendan so'raydi, men ulardan so'rayman. Lekin hammamizni tushunadigan bitta umumiy tilimiz bor, bu ingliz tili. Albatta, shuning uchun ingliz tilini o'rganish kerak, harakat qilish kerak o'rganishga. Sayohatlarim hammasi mana shu ingliz tilining orqasidan bo'lgan. Shuning uchun sizlarga ham maslahatim shu. He's from Uzbekistan? Do you know Uzbekistan? Yeah. Really? Is he the first person from Uzbekistan that you Do you know Uzbekistan? Yes, sir. Not Pakistan, but Uzbekistan. I know it's closer, but yes. It's not actually close to UK. Not to UK, but closer to the Pakistan. Yeah, it's a bit, yeah. Yes. It's in Central Asia. Yeah. Good, bro. So I'm from Germany and the rest is from Spain. Do'stlar, bu haggis Shotlandlarda milliy ovqati. Bu nimadan tayyorlanadi degan savolga javob beraman. Bu qo'yni yuragini, jigarini, o'pkasini, oshqozonini mayda to'g'rashadi-da, xuddi kolbasaga o'xshatib o'sha saqlab qo'yishadi va mana shunaqangi narsani tayyorlashadi. Buni hozir yeb ko'rsataman. Ko'rib turibsiz, ichida go'sht bor. He then asked me to go and tell her to her grave that he is translating her work. And in a We don't make wishes in the Catholic Church. Hamadan xuddi o'zimizda O'zbekistonda qilinadigan o'sha nomesimda yo'q. Bizda ham qilishadi. Qo'yni yuragini, jigarini, oshqozonini mayda qilib pishirishadi-yu. Xuddi shuni o'zi bir we xil. just don't have those. Bunchalik zo'r emas bo'ladi. You don't have saints. O'shaning uchun ham qo'yni oyog'idan zakasib qo'yaman. Mana yeb olamiz bunisini. Yeah. San Lorenzo was a saint in Spain and he was burned alive. No, he was cooked. Out of 10. So, the lamb out of 10 it's 8. Haggis 5. You don't want the haggis. It's good, but 100. not so 100. 100. 100. 100 out of 10. Minus 100. No, it was perfect. What about you? I'm gonna go with 7 for the lamb. Yeah, it was a bit cold, so Yeah, I think 7.5 the lamb, right? And then Why are you asking him? because I'm sharing the dishes with him. But we are asking yours. Okay. Yeah, but I have like 2 dishes, Uh-huh. and I prefer the Lamb. pudding pudding. over the lamb. And how much do you rank the pudding and how Okay, much do maybe 9 the pudding, Okay. and the other one's 7.5. Taste-wise a 10, quantity a 2, so overall a 6. They prepared. Alonso? 6, 7. Not really. Hey. 8. Okay. For me, I think 7. Because I didn't like Yorkshire pudding that much. Best vlogger ever is that you can see in Armenian language. So let's follow, subscribe. А это узбек, но он уже такой. Он уже состоятельный. Do'stlar, o'sha aytgan Edinburgh Castle, mana shu orqamda turgan qasr bo'ladi. Bu o'sha aytib o'tilgandek, vulqon otilganda o'sha hosil bo'lgan toshni ustida qurilgan qal'a desak ham bo'ladi. Juda ham chiroyli ko'rinishdan. Hozir
O'zini ham ko'rsataman. Bugungi afsuski kira olmaymiz, chunki biletlar sotilib bo'lingan ekan. Shuning uchun kelasi safarga kelishga yana bir sabab bo'ldi. Hozir kelasi safar kelganda ichini ham ko'rsataman. Kelish kerak, ko'rish kerak guys. Must visit place. Once in a lifetime. Yana bir qiziqarli fakt, Shotlandiya viskini vatani deb hisoblanadi, lekin bu borada sporlar bor, ya'ni irlandiyaliklar yo'q, viskini vatani Irlandiya deb aytishadi, shotlandiyaliklar esa Shotlandiya viskini vatani deb aytishadi. Bu yerda kofe magazin, kafelardan ham ko'ra viski shoplar ko'proq, ya'ni har bir qadamda viski shop topsangiz bo'ladi. Ya'ni hamma bu yerda viski ichadi, yoshlar ham, kattalar ham, ko'pchilik juda ham populyar ichimlik. Shunga shu bo'yicha spor bor. Irlandlar va shotlandiyaliklar orasida. Lekin bu alkogolga promot qilishmas. Don't drink alcohol. Va yana ma'lumot o'rnida hozirgi zamonaviy iqtisodiyot asoschisi, kapitalizm asoschisi Adam Smith ham aynan Shotlandiya, Edinburgdan. Va uni haykali ham aynan Edinburg shahrida joylashgan. Uni hali hozircha ko'rmadim, oldindan o'tib qolsak ko'rsam, albatta uni ham ko'rsataman. Kiltni kiyib ko'ramiz. Shotlandiyani natsionalniy kiyimi. Bizda yubka deydi. Сейчас будем попробовать. Ima portfelja юбки. So guys, Esther. welcome to Scotland. Ты еще колготки надел снизу? Да, конечно. Oh my god, princess! Только ничего не хватает, чтобы стать рыцарем. So guys, don't try at home, only in Scotland. Повернись, повернись. Опа! Do'stlar, ma'lumot o'rnida aytib o'tay, boyagi yubkaga o'xshagan ularning milliy kiyimi bu kilt deb nomlanadi. Bu qadimda ular kiyishgan, sababi u qavat material bir-biriga qavat qilib o'z aslida kiyib yurishgan. Unaqa yubkaga o'xshagan bo'lmagan, prosta o'sha baylab oyog'iga baylab yurishgan. Janglarda qatnashganlarida u noqulaylik tug'dirgan, yechilib ketgan. O'shaning uchun ular qulay bo'lish uchun o'sha yubka shaklida o'shani tikishgan. Va hozirgi kunga kelib ana shu ularning milliy kiyimiga aylanib ketgan. Albatta buni hozir ko'chada hech kim kiyib yurmaydi. Kiyib yuradiganlar bor, kam, lekin odatda to'ylarda, festivallarda, qandaydir shunga o'xshash bayramlarda kiyishadi. Ularda ham har xili bo'ladi. O'sha ko'k, qizili, yashili va ranglari bilan birgalikda katakchalari ham, o'sha chiziqlari ham har xil bo'ladi. Ayrimlarda qalin chiziq, ayrimlarda ingichka, ayrimlarda ikki chiziq, ayrimlarda bitta chiziq. Ular har bittasi o'sha qaysi qabiladan ekanligi, qaysi guruhdan ekanligini bildiradi o'sha inson. Ya'ni Shotlandiyada ham ko'p o'zlarining har xil guruhlari bor. O'sha aynan qaysi guruhdan ekanligini bildiradi. Va odatda yil davomida ularda musobaqalar ham o'tkazilib turadi. Har o'sha musobaqada har bir guruhning vakili chiqib, o'sha kurash, og'ir sport turlari bo'yicha, har xil sport turlari bo'yicha musobaqalashishadi ular. Men bilgan ma'lumotlar shular. Sizlarda yana qanaqadir ma'lumot bo'lsa, bemalol kommentda yozib qoldirsalaringiz bo'ladi. Manzara juda ham chiroyli. Havo perfect.
Videoni shu joyida to'xtatamiz do'stlar. Ko'rgan hammaga rahmat. Video oxirida nima demoqchiman? O'qing, ilm o'rganing, harakat qiling, albatta natija bo'ladi. Erishasiz, har qanday maqsadni ham amalga oshirsa bo'ladi, faqatgina unga yetarlicha harakat bo'lish kerak. Ilm oling, harakat qiling, til o'rganing, dunyo kezing, sayohat qiling. Butun dunyo eshiklari siz uchun ochiq, faqatgina sizdan harakat kutiladi xolos. Hammangizga katta rahmat, vaqtlaringizni sarflab ko'rganlaringiz uchun. Yoqgan bo'lsa, like bosib qo'ying, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Kommentariyallaringizda, pastda kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirsalaringiz ham bo'ladi. Qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Hammaga rahmat do'stlar. Keyingi shaharlarda, keyingi joylarda ko'rishguncha.